8 sotuv yer maydoniga idealniy planirovkada uy ko'rsataman o'rtoqlar. Hozir sizlarga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Yunusobod Zenitda joylashgan umumiy yer maydoni 1.8 sotuvni tashkil qiladigan uyimizni obzoriga keldik. Ikkita yonma-yon tushyapti. Xudo xohlasa, ikkinchisi bityapti. Bu bitgan uyimizni obzorini qilamiz. Bu kirishimizda bitta mashina uchun joy mavjud. Yozgi oshxonalar qilib qo'yishgan. Bu yerda kichkinagina zeleniy zonamiz mavjud. Oppoqqina fasaddan tashkil topgan. Umumiy urovenlar soni, ya'ni qavatlar soni 3 qavatda. Umumiy kvadraturamiz bo'lsa 300 kvadraturani tashkil qiladi. Uyimizning ichiga kirib, qolgan ma'lumotlarni berib o'taman. Uydagi umumiy xonalar soni 5 ta xonani tashkil qiladi. Kvadraturani bo'lsa aytib o'tdim, 300 kvadraturada. Podval qavatimiz to'liq podvalni tashkil qiladi. Undan tashqari birinchi va ikkinchi qavatlarimiz mavjud. Ko'rib turganingizdek, biz уже uy ichiga kirib oldik. Chap qo'limizdan boshlaydigan bo'lsak, podvalga tushish, ikkinchi qavatga chiqish zinalarimiz mavjud. Podval qavatimizni qisqacha obzorini qilib beradigan bo'lsam, kattagina hol qilingan, o'zingizlarni g'oyalarga qarab foydalansanglar bo'ladi va albatta undan tashqari kotelniyimiz ham mavjud. Kirganimizda o'ng qo'ldan boshlaydigan bo'lsak, bu yoqda zalimiz mavjud. Mehmonxonamizni o'zingizlar bitta baho berib qo'yasizlar, pardalar qilib, juda ham chiroyli interyer dizaynda qurilgan. Undan keyin darsho'radigan bo'lsak, o'ng qo'limizda oshxonamiz mavjud. Bu tarafda to'g'rida bo'lsa, birinchi qavatdagi yotoqxonamiz, uni yonida birinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonamiz mavjud. Ikkinchi qavatga chiqib obzorlarni davom ettiramiz. Ikkinchi qavatga chiqqaningizda sizlarni shunaqa hol va balkon eshiklarimiz kutib oladi. Ikkinchi qavatda umumiy hisobda 3 ta yotoqxona va 2 ta yuvinish xonasi mavjud. Chap qo'ldan boshlaydigan bo'lsam, ikkinchi qavatdagi birinchi yotoqxona hisoblanib, bu xonamizning o'zini yuvinish xonasi ham mavjud. Undan keyin ikkinchi qavatdagi ikkinchi yotoqxonamiz, to'g'rimizda bo'lsa, ikkinchi qavat uchun mo'ljallangan umumiy yuvinish xonasi. Uni yonida bo'lsa, ikkinchi qavat uchun ikkinchi qavatdagi eng oxirgi yotoqxonamiz, ya'ni 3-yotoqxona hisoblanadi.